har kim o'zini haq deb o'ylaydi. Biz ota-bobolarimizning dini deymiz. O'ylab ko'ring, ota-bobolarimiz shaxsan Xudodan, men haqiqatan to'g'ri yo'ldamanmi deb so'rashganmi? Ko'pchiliklari hatto diniy kitoblarni o'qigan emaslar. Ularning tanlashga imkonlari ham bo'lmagan. Biz esa tanlovimiz uchun javobgarmiz. Bizning qarorimiz abadiyatni qayerda o'tkazishimizni hal qiladi, jannatda yoki do'zaxda. Muqaddas kitob aniq aytadi, gunohning jazosi o'limdir. Shuning uchun Iso Masih odamzod o'rniga o'ldi. U bizga tegishli jazoni oldi. Kim ishonib tavba qilsa najot topadi, kim ishonmasa va tavba qilmasa mahkum bo'ladi. Bu dinga, an'analarga oid masala emas, bu abadiyatga oid masala. Chunki Xudo dunyoni shunchalik sevdiki, o'zining yagona o'g'lini berdi. Doki unga ishongan har bir kishi halok bo'lmasin, balki abadiy hayotga ega bo'lsin. Zero Xudo dunyoni hukm qilish uchun emas, balki o'z o'g'li orqali qutqarish uchun uni dunyoga yubordi. Unga ishongan odam hukm qilinmaydi, ishonmagan odam esa allaqachon hukm qilingan. Chunki Xudoning yagona o'g'lining nomiga iymon keltirmadi. Yohanna 3:16-18. Agar bu xabar ta'sir qilsa, izohda yozing: Iso mening najotkorim. Bu videoga like bosing, obuna bo'ling va ulashing.